Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Urganch Xiva yo'limizda yangi qurilgan 2 qavatli 600 metr kvadrat hovli joyimiz sotiladi. Bahasi $155,000. Mo'ljal Askar Bobo masjidi. Mening to'g'rimizda katta sentralni yo'l Xiva yo'li. Bu hovli joyimizdan quvvatli solingan. O'ng qo'limizda garaji. Mening garajlarimiz ham katta. Bu yerda birinchi qavat katyoli zamonaviy. Oldi tomonlar ham katta. Kirish ishlarimiz sifatli temir ishlardan qo'yilgan. Kino yerimiz prixoji. O'ng qo'limizda rakovinalar qo'yilgan. So'q suv, svet, gazdan muammo yo'q. Pastlarimiz hurmatli obunachilar to'pli pol qilingan. Bir kiren yerimiz. Patologlarimiz Euro stilda chiroyli qilib zo'tilgan. O'ng qo'limizda garaji. To'g'rimizda katta zal joy. Barcha aynasi zamonaviy oq va ramladan qo'yilgan. Qurilishlarni aytib o'tsam, hurmatli obunachilar, pishgan karush, xom karush aralash qurilgan. Birinchi qavati plita bilan bosilgan, ikkinchi qavati og'och bilan. Chap qo'limizda spalni. Bu xonamiz kuxnya. Mening bu yerim zamonaviy katyol qo'yilgan hurmatli obunachilar. Bu ikkinchi qavat uchun. To'g'rimizda sanuzeli. Bu hovli joyimizning orqa tomon bog'lar ham katta. Yana chap qo'limizda katta yozgi ayvoncha. Mening bog'lar ham har xil meva daraxtlar ekan. O'ng qo'limizda ko'cha tomon hojatxonasi. Mening orqa tomonlar ham katta. To'g'rimizda yana kladovka, molxona. Polni paxsa bilan o'rab olingan. Hujjatlarni aytib o'tsam, hurmatli obunachilar, 100% tayyor. Endi hurmatli obunachilar, birgalikda ikkinchi qavatga chiqib xonalarni ko'rib tushamiz. Mening lestnitsalar ham zamonaviy chiroyli qilib zo'tilgan. İkinci qavata chiqdik. Bu xonamiz spalni. Har bir xonamizga isitgich zamonaviy registrlar qo'yilgan. Bu xonamiz ham spalni. Hurmatli obunachilar, mulk egasining nomerlari yozilgan ekranda bemalol telefon qilib, kelib, ko'rib, savdolashib arzlari qolsa bo'ladi. Bu xonamiz zal joy.
Doğrumuzda katta zal joyi. Hürmetli obunachilar, Ruslanjay kanalida bu telefon nomerlarimiz ekranlarda yazılan 90'lık 558 60 60 93 740 60 00 bemalol telefon qilaveringlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' omon bo'linglar.